Inshaalloh bitadi sultonxonim. Quyosh albatta chiqadi. Mehrimon, ahvollaring yaxshimi? O'sha quyosh kim sultonxonim? Akam Mustafomi? Axir siz hukmdorimizni deb zarracha ham xafa bo'lganingiz yo'q. Mehrimon, haddingdan oshyapsan. Mohidavron sultonni tushunaman. Necha yildan beri shu kunni kutyapti. Lekin siz-chi shahzoda, Fatma sulton, sizlarga nima bo'ldi? Qarshingizdagi 7 olam sultoni, buyuk hukmdor. Tomiringizda sulton qoni oqyapti-ku. Haqqilarga duo qilish o'rniga nimaning hisobini qilyapsizlar? Qanday hisobni aytyapsan? Bu qanday chirkin ayblov? Yolg'onmi? Niyatingiz shu emasmi? Nahotki ich-ichingizdan shuni xohlamayapsiz? Hamma ismingizni aytib qayqiryapti. Uyalmasdan, tinmasdan Mustafa podshoh deyaptilar. Taxtga chiqishingizni xohlaydilar. Siz esa jimsiz. Chunki bu so'zlar sizga xush yoqadi. Bas qil Mehrimon. Volidangning gaplarini gapirma bizga. O'zingizni bu saroyning sohibi deb bilasiz. Ham fikr bo'lmaganlarni dushman bilib, tinmay ayblaysiz. Hisob-kitobni kim qilayotganini bilmoqchi bo'lsang, bor, suyukli eringga qara, volidangga boq. Tuzoq qo'yib, Mustafoni o'ldirmoqchi bo'lganlaridan xabaring bormi seni? Bilganim yo'q buni. Hech biringiz yo'q edingiz. Men hukmdorimning yonida bo'lganman. Bir tom ostida tug'ildik, ulg'aydik. Unga bo'lgan muhabbatim, sadoqatim abadiy. Mustafo ham shunday. Hech kimga buni isbotlashga majbur emasman. Xohlagan gapingni gapirishing mumkin. Men ishonadigan birgina narsa bor. Hukmdorimiz yana oyoqqa turib, bularning javobini talab qilishlariga ishonaman.